Uzun CSS dersidagi 36 qism CSS qo'shni birodar tanlag'ich. Qo'shni birodar tanlag'ich inglizcha adjacent sibling selector degan so'zningki işte atılış bo'lib, bir elementga qo'shni yana bir elementni tanlaydigan bo'lib, ularning bir at elementi bo'ldi. Uni boshqa tanlag'ichlar bilan aralashtirib ishlatishga bo'ldi. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, qo'shni bol elementlar deb miyada masalan HTML ki body table qo'shilgan URL maqolatda. Bu yerda table elementidan keyingi barliq URL elementi. Tabledan keyingi barliq URL elementi. Anki bu element bodyning ichida bo'ladi. Anki body elementi HTML elementining bol elementi bo'ldi. Shunga maqolatda bu ama shu birlashgan yurishlik holatdagi qimmatga buning aniqlik berib qilgan anonki ma'va amli misol qaraydigan bo'lsak, buningda hech bir qo'shilgan p ikisi o'zaro birodar elementlar hisoblanadi. Buningki ma'va hech birdagi p ga nisbatan buningki ustiga nisbatan egizligi 50 piksel deb bergan bo'lsa, buni unumi qaraydigan bo'lsak, mayada mana 50 piksellik egizlik qimmatni mayada olgan.